Hammaga salom, xormanglar, youtuberchilar, tizimchilar, charchamayapsizlar. Sizlar bilan yana Ergashev Ilhom, xush kelibsizlar. Mana The Imaginary World of Mohir YouTube olamimga. Sizlarni yana ko'rib turganimdan xursandman. O'zimni ko'rib turganimdan ham xursandman. Yana bitta kichkina qadam bosishga harakat qilyapman, oldinga yurishga harakat qilyapman. Xullas, bilmadim sizlarga eshitilyaptimi? Qushlarning ovozi, daraxtlar, mashinalarning shovqini kelib turibdi. Taqir-tuqur ovozlar, mashinaning shovqini, qushlarning ovozi, bu yoqdan sayrayapti, bu yoqdan sayrayapti. Xullas, har xil narsalar bo'lyapti. Xo'p, mavzu nafas mashqini yana qaytaramiz. Oldingi qaysidir videoyimda nafas mashqini sizlar bilan birgalikda qilib, o'zim yangi o'rgandim degan edim. O'shani nafas mashqini yana yangicharoq, boshqacharog'ini ko'rib qoldim Instagramda. O'shani hozir sinab ko'rmoqchiman. Birgalikda sizlar bilan ko'rsanglar bo'ladi. Keyin o'sha oldin nafas mashqini gapirgan bo'lsam, qaysi nafas mashqini gapirgan bo'lsam, o'sha mashqni yana qaytarib ko'rmoqchiman. Mana bu oyoqlarim уже qichishib ketdi, nimadirlar chaqib tashladi уже meni oyog'imni. Xullas, let's go. Mana bu yerdan burunni nafas olar ekanmiz. Bu miyani tinchlantirib, miyani ochadigan nafas mashqlarida, adashmasam. Let's go. Ertalabdan miyani ochishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Kurashish uchun, hayot bilan jang qilishimiz uchun. Xullas, mana bu yerdan olamiz. Bu yerda bittasini yopib turib, chuqur nafas olib, tortib, keyin o'sha tarafni yopib, mana bu yoqda qo'yib yuboriladi. Keyin bu yoqdan chuqur nafas olib turib, keyin bu yoqni yopib turib, mana bu yoqdan qo'yib yuboriladi. Shunda miya aniqa takoy toza kislorod yetib boradi miyaga. Miyam ko'p mani ishlamay qoladi. O'sha hozir bugun yaxshi ishlash uchun qo'ldan kelgancha o'sha kichkina mashqqa qilib ko'rmoqchiman. Let's go. Mana. Burunlarimdan ham chiqib ketdimi, shular bila pizdes oyoqlarim chaqib tashladi. Ay, oyog'im. Xullas, oyog'imga sprey olishim kerak ekan. Точный bor-u. Anchadan beri bu hissiyotni his qilmagan edim. Narmanni chaqib tashladi oyoqlarimni. Bila fucking shit. Oh. Voy bila. Короче, davom etamiz. Voy, вообще chida bo'lmaydigan. Nechta chaqib bordi? 8 ta chaqib tashladimi? Voy bila. Achishyapti-yu bu. Nafas mashqi kelgansiz. Pizdes bila, Mamatda katta o'rgimchakning to'rini uyi bor ekan. Voy bila, Mamatda ham o'rgimchakning anaqasi bor ekan. O'rgimchakning uyida bu yoqda yashab yurgan ekanman. Yashab yurgan ekanman deyman. Hamma yoq o'rgimchak to'ri bo'lib yotibdi. Oyog'im pizdes achishyapti bila. Nafas mashqi ham miyam ochilib. Miyam ochilmadi, oyoq tarafdan ochildi miyam. Bunchalik azoblash xizmati nima? Qayerdan nima kerak unaqa? Bila. Anchadan beri xursand bo'lib yurdim. Uzun
shalvar kiyib yurganim uchun narsa chaqmayapti uddi oyog'immi? Voy chala. 8 ta 9 ta chaqib tashladimmi Mamitdan? Bu gruppa bo'yi chaqib tashlashdi-yu. Bular joyi o'zgartiraman. Ozgina to'xtab turamiz, joyi o'zgartiraman. Let's go, davom etamiz. Bilmayman endi u kameraga yaxshi tushyapmanmi, tushmayapmanmi endi ko'ramiz. Mamitda bor-ku katta o'rgimchakning anaqasi bor-da, bilmayman bunaqaga qanaqa u mehnat bilan Mamitga unaqa to'g'ri olib kelgan. Bitta shox вообще boshqa joyda, bitta shox вообще boshqa joyda, ну olib kelingan-da. Qoyil qolish kerak. Mikrofon yaxshi eshitilyapti degan umiddaman. Tak, вообще yoqmayapti. Mamitdan yana keldi, mana o'ldirdim. Voy bila. Bu yoqda 5 minut ichida travma oldim men o'sha. Xullas, kameraga yana bitta qarab olay. Короче, bila. Oyog'im. 15 tacha shu chaqib tashladi-da, undan ham oshiq bo'lsa kerak 2 ta oyoq. Tak. Hurmatli youtuberchilar, biz nafas mashqini davom ettiramiz. Bu holatni unutib yuborasizlar, umuman bo'lmadi degandek hisoblayveramiz. Takoy, let's go. Nafas mashqini olamiz. Ketdi bu yoqdan. Xullas, men sinab ko'rdim, ko'rdinglar. O'zim buni hayotimda unaqa qilmaganman. Mana pashtigan kamerani oldida, menimcha kamerasiz o'zi bir marta ham qilib ko'rdim, 2 martami. No kamera bilan mana endi 3-chi marta qilyapman. Shu yoqdan burundan nafas olib, bu yoqdan chiqarib, yana nafas olib, bu yoqdan chiqarib, miyani ochish. O'zi chap tarafim yaxshi ishlamaydi. No shunda ham menga yoqdi nimagadir. Qanaqadir chap tarafimni ishlatganga o'xshadi shu mashq. Endi oldingi nafas mashqini qilgan videoyimdagi yana qaytarib ko'rmoqchiman. Xudo xolasa yana mashqi. Qanaqa? Boshida mana ushayotgandagi jahl bilan 2 marta chuqur nafas olib, sekin chiqarib yuboramiz. Keyin yana 2 marta chuqur nafas olib, tezlikda jahl bilan uni yana sekin chiqarib yuborib, keyin oxirida bitta chuqur nafas olib turib, keyin sekin chiqarib yuboramiz qorinni. Let's go, mana ketdi. Ko'rdinglar, qildim qo'ldan kelgancha. Prosta salimni kuchaytirayotganim o'sha ko'rinishdan anaqa nima qilayotganim yaxshilab ko'rinsin deb, ana bo'rttiryapman. Buni hayotda o'zi masalan oddiy masalan
mana shunaqa ovoz ursanglar ham bo'ladi. Bu yerda zo'r tarafi hammani videoga olaman, ham yana o'shani qaytaryapman. Bu yerda ham qorin ishlayapti, mana bu yerda nafasim ishlayapti. Nafas, qorin birga kollaboratsiya qilyapti-da, kichkina bo'lib. Men butun fokusim, xayolim baribir oyog'imda, oyog'im qo'pol qilib aytganda pizdes achishyapti. Уже katta anaqa yiringga o'xshab chiqib kelyapti-da. Уже oddiy chivinlar ham chaqmadi-da. Juda maxsus, o'ta anaqa yovvoyi tabiatda maxsus yetishtirilgan chivinlar. Xullas oyog'imni shunaqangi talpavoy chaqib tashlashdi. Men уже og'rig'idan tomim ketyapti уже. Bilmayman, bir atirni litrlab sepib yuboramanmi deyman-da uyga borib. Shunaqa qurbonliklar ham bo'lib turadi. Mana bu yerda уже menga san'at asari bo'lib ketyapti. Mana o'rgimchakni qanaqa bunchalik qurishim mumkin? Xullas, yana mashq qaytaramiz. Let's go. Oyog'im. Tak. Ko'rdim, ertalabdan takoy menimcha yaxshi ketdi. Xudoga shukr, zo'r kayfiyatlar. Yorvoration, corporation bo'lib yotibdi. Quyosh nuri. Hayotda zo'r emas. Bir xil payt Instagramda rozuviy ochkilar taqilib tomosha qilamiz yoki rozuviy ochkilar bilan kontent qo'yiladi. Instagram boshqa hayot. YouTube ham ba'zan shunaqa rozuviy ochki emas, YouTube'da qanaqadir sariq ochkini taqib, qanaqadir YouTube'ga ham qarash kerak deb o'ylayman. Просто hayotga ham bu gal ko'rdinglar, уже sal po'xoyroq bo'lib qolgan уже. Oyog'im chaqyaptimi, nimadir bo'lyaptimi, kayfiyat yoqmayaptimi, qanaqadir o'rtada shu narsani ham ko'rsatib ketiraman. Balki kelajakda o'sha alohida anaqa tinch stolda o'tirib olib, bamayli xotir pizdes yoqmaydigan narsalarni ham beg'amlik bilan gapirib berish, ulardan nima o'rganganlarim, nima namunalar olganim, nima tavsiyalar qilishimni balki shunaqa suhbatlarda kimdirlar bilan gaplashib o'tirarmiz, podkastlarda mana shunaqalarni gapirib berarmiz. Hozirchalik bu yerda action, jarayon, yoqimsiz holatlar bo'ladi, yoqimsiz kadrlar ko'p bo'ladi. Har doim YouTube degani bunaqa o'ylab qolmanglar, chiroyli kadrda faqat anaqa mikrofonni qo'yib olib, o'tirib olib, maslahat berish u yoq bu yoq emas. Bu yerda ham katta maslahat bermayapman. O'zim amaliyot, oyog'im qichyapti, ko'ryapsizlar, mana shunaqa gapiryapman. Amaliyot, o'zim action, o'zimni hayotimni qilishga ko'proq harakat qilyapman. Chunki bilmadim, qaysi levelga yetish kerak, hech odam o'zi amaliyotini bajarmasdan faqat maslahat berishga o'tib ketib qolish, balki juda katta pul topgandan keyin o'sha odam faqat maslahatga o'tishga ham balki yaxshidir, bu ham bordir. Xullas, menda shunaqa gaplar. Hozirchalik ko'rdinglar, nafas mashqi u yoq bu yoq qildim. Yana boshqa mavzularda gaplashamiz, charchamanglar.